Assalomu alaykum. Efirda Fresh News informatsion dasturi, studiyada Manzura Musayeva. Bugun dasturimizda O'zbekiston prezidenti Rossiya yetakchisi bilan telefon orqali muloqot qildi. O'zbekistondan ilk bor Kiprga elchi tayinlandi. Osiyoning eng qimmat himoyachilari kimlar? Bularning barchasi Fresh News informatsion dasturida. O'zbekiston Savdo-sanoat palatasi, Iqtisodiyot va Moliya vazirligi hamda O'zbek ekspertiza aksiyadorlik jamiyati hamkorligida sanoat sohasidagi korxonalar uchun yangi istiqbollar va imkoniyatlar yaratishga qaratilgan amaliy seminar bo'lib o'tdi. Mazkur tadbir korxonalarning rivojlanishini qo'llab-quvvatlash, sertifikatlashtirishni takomillashtirish va sanoat salohiyatini oshirishga qaratilgan. Ilk lavhada shu haqida so'z yuritiladi. O'zbekiston Savdo-sanoat palatasi, Iqtisodiyot va Moliya vazirligi hamda O'z ekspertiza aksiyadorlik jamiyati sanoat sohasidagi korxonalar bilan hamkorlikda sanoat korxonalari uchun yangi istiqbollar va imkoniyatlar mavzusida amaliy seminar o'tkazildi. Mamlakatimizda mahalliy ishlab chiqaruvchilar uchun yangi va yanada kengroq imkoniyatlar yaratilmoqda. Xususan, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2024-yil 28-oktyabrdagi mahalliy ishlab chiqarilgan tovarlarni aniqlash tartibi to'g'risidagi nizomni tasdiqlash haqidagi 712-son ijrosi doirasida sertifikatlash jarayonlari yanada takomillashtirilmoqda. Prezident Shavkat Mirziyoyev 19-dekabr kuni Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan telefon orqali muloqot qilib, hamkorlikni mustahkamlash va xavfsizlikka oid dolzarb masalalarni muhokama qildi. Hozirgi lavha aynan shu haqida. Shavkat Mirziyoyev Putin bilan xavfsizlikka tahdid va xatarlarga qarshi kurashni kuchaytirishni muhokama qildi. Prezident Shavkat Mirziyoyev 19-dekabr kuni Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan telefon orqali muloqot qildi. Bu haqda prezident matbuot xizmati xabar berdi. Ikki tomonlama kun tartibidagi hamda mintaqaviy tashkilotlar doirasidagi ko'p tomonlama hamkorlikning dolzarb masalalari ko'rib chiqildi. Xavfsizlikka tahdid va xatarlarga qarshi kurashni kuchaytirish maqsadida ikki mamlakat maxsus xizmatlari o'rtasidagi yaqin va samarali hamkorlikni davom ettirish muhimligi qayd etildi. Toshkentda 18-dekabr kuni 169-yo'nalishda harakatlanayotgan Mercedes-Benz yo'lovchi avtobusida yong'in sodir bo'ldi. Bu haqdagi video ijtimoiy tarmoqlarda paydo bo'ldi. Poytaxt favqulodda vaziyatlar boshqarmasi matbuot xizmati Amir Temur Shoh ko'chasida yong'in sodir bo'lgani haqida xabar soat 21:07 da kelib tushganini ma'lum qildi. Voqea joyiga 2 o't o'chirish va qutqaruv brigadasi yuborilgan. Ular soat 21:13 da yetib kelgan va yong'inni soat 21:23 da o'chirgan. Yong'in oqibatida hech kim jabrlanmagan. Dasturimizni xorijda yuz berayotgan yangiliklar bilan davom ettiramiz. Abad Fayzullayev Kiprga tayinlangan O'zbekistonning birinchi elchisi bo'ldi. Unga Kiprdagi diplomatik vakolatxonani tashkil etish va ikki davlat o'rtasidagi hamkorlikni rivojlantirish vazifasi yuklatildi. Mazkur tayinlov O'zbekistonning xalqaro maydondagi nufuzini oshirish va Kipr bilan savdo-iqtisodiy, madaniy-gumanitar aloqalarni mustahkamlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Navbatdagi reportajimiz aynan shu haqida. O'zbekistonning yangi tayinlangan favqulodda va muxtor elchisi Abad Fayzullayev qarorgohi Rim shahrida joylashgan Kipr prezidenti Nikos Christodulidisga ishonch yorliqlarini topshirdi. Kipr Respublikasi yetakchisi xorijiy diplomatlardan ishonch yorliqlarini qabul qilish marosimida yangi elchilarni samimiy qutlab, ularga o'z vazifalarini amalga oshirishda muvaffaqiyatlar tiladi va ikki tomonlama munosabatlarni rivojlantirishda munosib hissa qo'shishiga umid bildirdi. Eslatib o'tamiz, O'zbekiston va Kipr o'rtasidagi diplomatik munosabatlar 1997-yil 30 mayda o'rnatilgan. Abad Fayzullayev Kiprga tayyorlangan O'zbekistonning birinchi elchisi bo'lib, u 2023-yil oktyabr oyida O'zbekistonning Italiyadagi elchisi lavozimiga tayinlangan edi. 2025-yil 2-martida o'tkazilishi kutilayotgan 97-Oskar mukofoti uchun Amerika kino-sanoat akademiyasi 10 yo'nalishdagi nomzodlarni taqdim etdi. Oskar mukofoti jami 23 nominatsiyada taqdim etiladi. Tez orada boshqa nominatsiyalar ham e'lon qilinishi kutilmoqda. Batafsil yo'nalish va nomzodlar haqida muxbirimiz hikoya qiladi.
97-Oskar mukofotlari marosimi 2025-yilning 2-martida Los-Anjelesdagi Dolby teatrida bo'lib o'tadi. Tantanali marosimda kino san'at sohasidagi eng yuksak mukofotlar taqdim etiladi. Bu yilgi marosimda jami 23 ta nominatsiya bo'lib, Amerika Kino san'at akademiyasi turli yo'nalishlardagi eng yaxshi filmlar, rejissyorlar, aktyorlar va boshqa professionallar uchun nomzodlarni e'lon qilib, ularning mukofotlarini taqdim etadi. Endi sport dunyosidagi yangiliklar bilan tanishamiz. Dasturimizni sportdagi eng so'nggi xabar va tafsilotlar bilan muxbirimiz Bekmurod Qosimov davom ettiradi. Manchester United hujumchisi Marcus Rashford murakkab davrlarni boshdan kechirmoqda. Bosh murabbiy Ruben Amorim uni o'yinlar qaydnomasiga kiritmay qo'ydi. Klub rahbariyati o'yinchini sotib yuborishga ochiqligini ma'lum qildi. Rashford o'zi tushib qolgan vaziyatni matbuot orqali omma e'tiboriga olib chiqdi. Bu holat Ruben Amorimga yoqmadi. Portugaliyalik mutaxassis bu borada o'z qarashlarini bildirdi. Uning o'rnida bo'lganimda olamga jar solmasdan murabbiy bilan gaplashib olgan bo'lar edim. Bu vaziyatni izohlab berishim qiyin, ammo bu mavzuga e'tibor qaratadigan bo'lsam, ertaga ommaviy axborot vositalari portlaydi. Buni muammo emasligini aytsam, o'z prinsiplarimdan chekingan bo'laman. Shu bois men bu masalani hal qilaman va shunday qilishim kerakligini tushunib turibman. Men uchun jamoa alohida shaxslardan ustun. Vaqti kelganda Rashford masalasini hal qilamiz. Hozir bor e'tiborimizni navbatdagi uchrashuvga qaratishimiz kerak, deydi Ruben Amorim. Aniqli transfer market portali talqinotchisi bo'lsa, keyingi o'rinda yaponiyalik Hiroko Ito hamda Ko Itakura turibdi. Qayd etish lozim, ushbu ro'yxatning 4-pog'onasini hamyurtimiz Abduqodir Husanov band etgan. Kylian Mbappe eng ko'p mukofot qo'lga kiritgan fransuz futbolchilar ro'yxatida 9-o'rinni egalladi. Qit'alar aro kubok finalidan so'ng Real Madrid hujumchisi faoliyatidagi 20-sovrinini qo'lga kiritdi. Patrice Evra va Blaise Matuidi 21 tadan unvon bilan undan oldingi pog'onadan joy olgan. Fransuzlar orasida eng ko'p unvon sohibi 33 ta kubok bilan Karim Benzema hisoblanadi. Keyingi kuchli oltilikni esa Kingsley Coman, Frank Ribery, Adrian Rabiot, Vincent Lizarazu hamda Rafael Varane kabi futbolchilar band etib turishibdi. Siz Fresh News informatsion dasturi bilan tanishdingiz. Bugun sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va lavhalarimiz shulardan iborat edi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Navbat esa ob-havo ma'lumotlariga.